Assalomu alaykum. Po'latov To'yg'unjon ota, siz bo'lasizmi? Ha, kim bu? Minnatdormiz. Otajon, ayni damda biz sizga jonli qo'ng'iroq radio loyihasidan to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilmoqdamiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Maftuna bo'laman. Avvalambor bugungi tavallud topgan kuningiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat. Minnatdormiz. Rahmat. Tashakkur. Hamisharda mehribon oilangiz, farzand va ne'matlar baxtiga sog' va salomat bo'lib yuring. Mana shunday shukrona kuningizdagi shodon damlaringiz davomiy bo'lsin. Yoshingizga yosh qo'shilib, umringiz ziyoda bo'lsin. Otajon, biz sizga ayni damda, ya'ni bugun erta tongdan sizga atalgan chiroyli maktublar yetib kelibdi. Otajon, bu tabriklarni sizni juda ham yaxshi ko'rguvchi farzandlaringiz, o'g'illaringiz nomidan kichkina keliningiz Rozana bizga murojaat qilib, bugun otajonimizning, dadajonimizning tavallud topgan kunlari. Dildagi eng chiroyli, samimiy tilaklarni yo'llamoqchimiz deya o'g'lingiz va keliningiz siz tomonga chiroyli maktublarni yo'labdilar otajon. Minnatdormiz. Umringiz ziyoda bo'lsin otajon. Otajon, agar ozgina ijozat bersangiz, 2 daqiqa vaqt ajratsangiz, men mana shu chiroyli maktublarni sizga o'qib berishni niyat qilgan edim. Maylimi otajon? Minnatdormiz. Assalomu alaykum bizning suyangan tog'imiz, duogo'yimiz, qalbimiz qo'ri, oilamiz posboni, xonadonimiz qo'rg'oni bo'lgan aziz dadajonimiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Allohimdan sizga mustahkam sog'lik, uzoq umr, ketmas davlat, baxt va omad so'raymiz. Davlatimiz, otajonimiz inshaalloh uzoq yillar baxtli yashab, farzandlar, nevaralar rohatini ko'rib yuring. Qadrli otajon, siz dunyodagi eng yaxshi insonsiz. Allohim bizga bergan buyuk davlatimizsiz. Siz bilan uyimiz nurga to'ladi, siz bilan ko'nglimiz xotirjam. Sizdek yaxshi insonning farzandlari ekanligimizdan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Bilasizmi otajon, siz juda ham yaxshi insonsiz. Sizni juda ham ardoqlaymiz. Siz bizning boyligimiz, baxtimiz, taxtimizsiz. Inshaalloh biz farzandlar qanotlari ostida Allohimning baytini chiroyli tarzda ibodatlar qilmoqlikni, obi zamzam suvlaridan to'yib totishlikni Allohim nasib va rozi aylasin. Doimo ko'nglimizga qaragansiz. Ba'zida erkaliklar qilib, qalb gavharingizga ozorlar bergan bo'lsak, bugun Alloh uchun sizdan uzr so'rab qolamiz. Axir sizdek mehribon, qalbi toza ota dunyoda bo'lmasa kerak. Har doim quvonchimizni ko'rish uchun harakatda bo'ldingiz. Har narsaga tayyor bo'ldingiz otajonim. Boringizga ming bora shukrlar bo'lsin. Hech qachon qattiq gapirmadingiz. Ayb ish qilib qo'ysakda bizni chiroyli tarzda to'g'ri yo'lga boshladingiz. Allohga shukr otajonim, hech kimdan kam qilmay katta qildingiz. Barcha xohishlarimizni qo'ldan kelgancha ta'minlab berdingiz. Hammasi uchun rahmat sizga. Inshaalloh yuzingizni hech qachon yerga qaratmaymiz. Jannatda nurlardan toj kiydiradigan farzandingiz bo'laylik. Har doim qalbimiz ardog'idasiz. Ne mashaqqatlar bilan katta qilgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Sizni jismu joningizdan jon qilib yaralgan. Inshaalloh sizga jannatlarga toj kiydiradigan, doimo sha'ningizga duolar qiladigan farzandlaringiz izhorlarini qabul qilgaysiz otajon. Viqoringiz baland hattoki oydan, borsizki kam yo'q hech qaysi boydan, jur'atni olasiz qay manzil joydan. Dunyoyim ichida, dunyo sizda-da, omadimiz farzandingiz bo'lganimiz asli. Bu butun jamiyat otalar nasli. Biz uchun qalbimizning siz bahor fasli. Dunyoyimiz ichida, dunyo sizda dadajon deya mana shunday chiroyli tilaklarni farzandlaringiz hamda keliningiz Rozana nomlaridan qabul qilgaysiz To'yg'unjon ota. Mashallah, rahmat. Endi Xo'p, bunchalik shirin, bunchalik chiroyli so'zlar, bunchalik chiroyli ovozlarni qovog'i qolib ketmasa, qanaqa qilib man buni Men sizni tushundim otajon. Albatta studiyamizda qo'ng'irog'imiz yozib olinmoqda. Shuning uchun sizni ham farzandlaringizga aytadigan tilaklaringiz, duolaringiz bo'lsa marhamat bemalol aytishingiz mumkin otajon.
tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qarishsin. Allohga shukr, mana hozir 5 ta o'g'lim, 5 ta kelinim bor. Yana bitta 6-chi kichkina istig'oqtimizda o'ylantirib turaman. Xudo xohlasa Xudo xohlasa. yaxshi hayotda shirin, nevaralarim bor, shularni ko'rib ko'zim quvonib yuribdi. Hammalikni borligiga shukr. Shularni borligi ma'ni bor demak. Shularni yaxshi kunlarini, xursandchiliklarini ko'rib yurib, juda quvvat qilib, juda yaxshi yashab, nima qilaman, borligiga shukr hammaligini. Shularga ham tanjoningiz sog' bo'lsin, juda ko'p ish boshlabdilar. Shukr, boshlagan ishlaringlar hammasi davom barakatli bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, tanjoningiz sog' bo'lsin, oilangiz hamisha tinchlik, xotirjamlik, quvonchli kunlar yursin. Inshaalloh. Ilohim. Boriga shukr. Minnatdormiz. Ulardan ham ertadan qo'ng'iroqlar qilib, ham tabriklar nima qilib turishibdi. Xudo xohlasa halitga borib, ajoyib yig'ilib, hammasiga katta minnatdorchilik tashakkur bildiraman. Hammasidan xursandman. Ular hayotdan xursandman. Hayotda bekor bo'lmaganliklar emas, shunchaki mana rohatda bo'lsa kerak. Bolalaringiz kuchli, aqlli, orli, nomusli, iymonli bo'lganini ko'rib tursang, bundan ortiqcha baxt degani shu bo'lsa kerak-da. Albatta otajon, umringiz ziyoda bo'lsin. To'g'risini aytsam, ko'zimga yosh keldi mana shunday iliq tilaklar uchun, samimiy dilizxorlar uchun. Sizga ham tashakkur otajon. Vaqtingizni ayamay bizni eshitganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Inshaalloh 90-100 yoshli yubiley to'ylaringizda ham biz loyiha ijodkorlari sizni muborakbod etmoqlik baxtiga musharraf bo'laylik. Tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazing. Inshaalloh hozirgidek farzandlar ardog'ida, izzatida, hurmatida bo'lib yuring. Allohga omonat, siz salomat bo'ling otajon. Rahmat sizga ham. Rahmat, boringizga shukr. Minnatdormiz. Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz ushlab,